2026 yilgi yangi Daewoo Nubira bu zamonaviy dizayn, kuchli texnologiya va qulaylikning ajoyib uyg'unligidir. Daewoo ushbu modelni qayta tiklab, uni aqlli oilaviy sedan sifatida taqdim etdi. Bu avtomobil uslub, qulaylik va unumdorlik jihatidan o'z sinfida yetakchi bo'lishni maqsad qilgan. Yangi Nubira tashqi ko'rinishi bilan darhol e'tiborni tortadi. Old tomonda keng xrom panjarali radiator, o'tkir LED faralar va aerodinamik bamper joylashgan. Yon tomondagi silliq chiziqlar va havo oqimini yaxshilovchi shakllar unga sport uslubini beradi. Orqa qismi zamonaviy LED stop chiroqlari bilan bezatilgan bo'lib, avtomobilga futuristik ko'rinish beradi. Salon ichida esa zamonaviylik va qulaylik uyg'unlashgan. 2026 Nubira interyeri yumshoq materiallar bilan bezatilgan va yuqori sifatli charm yoki mato variantlarida taqdim etiladi. Old panelda 12.5 dyumli sensorli ekran joylashgan bo'lib, u Android Auto va Apple CarPlay tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, 10 ta dinamikli Bose audio tizimi mashinada konsertdek ovoz muhitini yaratadi. Haydovchi uchun 10 dyumli raqamli asboblar paneli, simsiz telefon zaryadlash qurilmasi, head-up display va avtomatik iqlim nazorati tizimi mavjud. Old va orqa o'rindiqlar isitish va sovutish funksiyalariga ega bo'lib, uzoq safarlarda ham maksimal qulaylikni ta'minlaydi. Texnik jihatdan 2026 Daewoo Nubira ikkita dvigatel varianti bilan ishlab chiqilgan. Birinchisi 1.6 litrli turbo benzinli dvigatel bo'lib, 165 ot kuchi ishlab chiqaradi. Ikkinchisi esa 1.8 litrli gibrid dvigatel bo'lib, 200 ot kuchi bilan yoqilg'i tejamkorligi va ekologik tozaligi bilan ajralib turadi. Mashina oqdan 100 km/s tezlikka atigi 8-2 soniyada chiqadi. Xavfsizlik tizimi ham eng so'nggi texnologiyalar asosida yaratilgan. 360 kamera, avtomatik tormoz tizimi, yo'l chizigini ushlab turuvchi yordamchi, favqulodda to'xtash funksiyasi, moslashuvchan kruiz nazorat va ko'rmaydigan zonani kuzatuvchi tizim kabi funksiyalar avtomobilni xavfsiz va ishonchli qiladi. Daewoo kompaniyasi shuningdek 480 km masofani bosib o'tuvchi elektr versiyasini ham tayyorlamoqda. Bu versiyada 35 daqiqada 80% gacha quvvat to'ldiruvchi tezkor zaryadlash tizimi mavjud bo'ladi. Yangi Nubira Dling texnologiyasiga asoslangan osma tizim bilan jihozlangan bo'lib, u notekis yo'llarda ham yumshoq harakatlanishni ta'minlaydi. Shuningdek, mashinada 3 ta haydash rejimi, Eco, Comfort va Sport mavjud bo'lib, haydovchi uslubiga mos ravishda avtomobil sozlamalarni avtomatik ravishda o'zgartiradi. Narx jihatidan 2026 Daewoo Nubira xalqaro bozorda taxminan 23 ming AQSh dollardan boshlanadi. O'zbekiston yoki Pokiston bozorida esa 70-80 million so'm yoki 70-80 lakh rupiy atrofida bo'lishi kutilmoqda. Bu yangi model zamonaviy hayot tarzi, oilaviy qulaylik va aqlli texnologiyani birlashtirgan avtomobil sifatida Daewoo brendining qayta yuksalishiga sabab bo'lishi mumkin. 2026 Daewoo Nubira bu zamon bilan hamnafas, ishonchli va nafis avtomobil bo'lishni istagan.